Mijozlarimizning talablariga ko'ra 8 kunlik lyuks paketimizni tanishtirib o'taman. 8 kunlik lyuks paketimiz 3 kecha Madinada, 4 kecha Makkada bo'lib o'tadi. Parvozimiz Toshkent-Jidda, Jidda-Toshkent orqali amalga oshiriladi. Madinada Miyas mehmonxonamizda bo'lasizlar, haramgacha 100 metrni tashkil etadi. U yoqda 2 mahal shvets stollarimizni siz azizlarimizga taqdim etamiz. Madina ziyoratlarimiz Qubo masjidi, Uhud tog'i, Xurmo bog'i, Qur'on mushaf, Qiblatang va Ravzaga ham olib kiramiz. Madinadan Makkaga tezyurar Haramayn poyezdlarimiz orqali 2-2,5 soatda yetib olasizlar. Makkada hammaga mashhur bo'lgan Anjum mehmonxonamizda 4 kecha bo'lasizlar. Bu yoqda ham 2 mahal shvets stollarimizni siz azizlarimizga taqdim etamiz. Makkada ham ziyoratlarimiz amalga oshiriladi. Arofat, Mino, Muzdalifa, Qizil dengiz va shunga o'xshash har xil joylarga ham olib boramiz. Haramga bemalol 5 mahal namozga chiqib tushishlarga qiynalmaysizlar. Bu paketimiz 8 kun bo'lsin degan hojilarimiz uchun taklif qilamiz. Siz ibodat bilan band bo'ling, xizmat va qulaylik bizdan. Har bir qadamni ixlos bilan boshlang. Yana ham to'liqroq ma'lumot olmoqchi bo'lsangiz, ushbu raqamlarga murojaat qilinglar. Biz sizlar bilan bog'lanamiz.